qo'yga nima bersa yaxshi semiradi degan savolni bizga ko'p tushyapti. Biz o'zimizdan ratsionimizdan ko'rsatganmiz. Hozir podrobniy qanaqa tartibda ovqatlarga nimalar qo'shishni ko'rsatib ketaman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib ketinglar, like bosib, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Alchog'ri har doim sizlarga manfaatli videolar olishga harakat qiladi. Eng yaxshi yo'li sizlarga maslahatim o'z vaqtida bir xil paytda berish. Yakshanbami, chorshanbami, haftaning qaysi kuni farqi yo'q. Soat 7 da berasizmi, kecha payt 7 da bering, orasini 12 soat qiling. Bu videodan keyin silos narxi oshib ketishi aniq. Men silos nimaga kerak? Silos kuch bermaydi-ku deysizlar. Silos ovqatda kartoshka vazifasini bajaradi. Ya'ni bitta mastavani misol qilib keltiradigan bo'lsanglar, o'sha mastavada hamma mana go'shtni ichib ko'rgan bo'lsa kerak. Shunaqa paytda bo'lgan, go'sht olmasdan ovqat qilgan paytlarda ham ichilgan mastava ketadi. Lekin tasavvur qilib ko'rganmisizlar? Kartoshkasiz mastava ichishi. Bo'lishi mumkin, lekin men to'g'risi ko'zim oldida keltira olmayman. Silos ham ovqatda kartoshka vazifasini beradi. Ovqatni xushxo'r, mazali, yeyishli qilib beradigan narsa silos bo'ladi va albatta ratsion. Ratsion bilan bermasangiz, o'z vaqtida bermasangiz, qo'chqorlar o'zgarmaydi, sezilmaydi. Mana siloslarimiz ham qopi 22 ming bo'lib ketgan. Men akamdan 20 mingdan olaman. Bitta qop beramiz. Sveji hamma qopimiz sveji olaman. Bir haftalik olinadi. Bo'lmasam silos tez achib qoladi. Shuning uchun sizlarga maslahatim ko'p olib tashamanglar. Bitta olganinglarda bir hafta ketadigan qilib olsanglar, o'sha bo'lmasin. Bismillah. Hop, tuz albatta tuz berish kerak. Oldida turgan tosh tuzi vazifasi boshqa, ovqatga beradigan tuzingiz vazifasi boshqa. Xuddi o'yda ovqat yeganingizda tuz qo'shmasangiz bemazamasi bo'lib qolganligi uchun qo'ylardan xuddi shunaqa bo'ladi. Tuz solib me'yorida bo'lib berib turish kerak. O'shanda xushxo'r ovqat bo'ladi. Xo'p, mana shu video qo'yib ketaman. Bundan oldingi videoyimiz, ya'ni ratsionimizdan ko'rsatib ketganmiz. Necha kilodan, necha grammdan berishimizni. Hozir savollar tug'ilishi mumkin. Qanchadan beryapsiz, nima qilyapsiz deb. Mana shu videoni ko'rib ketsanglar, podrobniy o'sha yerda necha kilodan, necha bilan olganim, necha kilodan berganimni hammasini ko'rsatib ketganman. Xo'p, meni qo'chqorlarimda qanaqa holat bo'lyapti? Devor yalash, bir-birini jungini yeyish, anaqalarni yog'ochdan tishlash holati bo'lyapti. Uning uchun bizga trikalsiy fosfat hamda Navoiy miksi mana shu vitamin kompleksi kerak. Men beryapman shuni. Nimaga beryapman? Qo'chqorlarga o'zini vaqtida zarur vitaminlar berib turish kerak, vitaminatsiya berish kerak. Xo'p, mana aralashmasini olganmiz. 25 ta qo'chqorimga men 13 qoshiq anaqadan beraman. Eng maza qiladigan joyim mana shu. Mana shu qopqo'lani ochish, bularga yem to'ldirish. Hammasini bitta ochib chiqsangiz, bittasida makka, jo'xori deydi bizda. Xo'p, bittasida bug'doy, bittasida bunaqa arpa tursa, odam to'g'risi maza qiladi. Menga rosa yoqadi.